Malibu 2'larni sotishda davom etamiz. Malibu 2ni 2.4 dan atmosferli motoridan, kraskalari tozasidan xohlaganim uchun mana Sorochniga keldi. 2018-yil kraskalari 100% toza, kalinkalargacha toza, 70 ming kilometr bosib o'tgan yo'li, ideal holatdagi Malibu 2.4imiz sotuvda. Mashinamiz polni primer qilingan, oldi orqa diskalargacha primer, tablolargacha primer qilingan. O'ta go'zal holatda. Qirilgan, chizilgan, pachoq, vakuum joylari yo'q. Mashinada propan gazam ustanovka bo'lgan. Balonlari 4 ta yumshoq balon, tonirovkalar qo'yilgan ruxsatlari bilan. Salon holatlari ham juda ham ajoyib. Tiniq turibdi, ko'chalar matri holatda. Konserlar ishlab turibdi, monitorlar ishlab turibdi, lyuklar ishlab turibdi. Xullas tablogacha primer qilingan. Mashina yoqqan bo'lsa bitta like. Mashinamiz narxi $21 ming. Bank, barter, naqd asosida sotiladi. Pastga nomer qoldiraman, zudlik bilan aloqaga chiqib ulgurib qolamiz.